Viloyat axborot kutubxona markazida yilning eng yaxshi axborot kutubxona mutaxassisi tanlovining viloyat bosqichi o'tkazildi. Tanlov kutubxonachilarning nafaqat bilim va mahoratini sinovdan o'tkazdi, balki ularning ijodkorligi, tashabbusi va zamonaviy yondashuvini namoyon etish imkonini yaratdi. Mazkur tanlov Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi tashabbusi bilan tashkil etilib, unda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, kutubxonachilik faoliyatini rivojlantirish va zamonaviy axborot xizmatlarini targ'ib etish maqsad qilingan. Tadbirda 24 nafar kutubxona mutaxassisi ishtirok etdi. Ular 4 ta shart asosida o'zaro bellashdilar. Kitoblarni interaktiv usullarda targ'ib qilish, bahribayt, loyiha taqdimoti va test sinovi. Ishtirokchilar o'z ishlari orqali nafaqat kasbiy bilimini, balki ijodiy yondashuvni, yangi g'oyalarga ochiqligini ham namoyish etishdi. Mutaxassislarimiz bir yil davomida o'zlarining ustlarida ishlab, natijalarga erishib, turli xil ilmiy konferensiyalarda, ma'ruzalarga chiqib, o'z faoliyatlaridagi yutuqlarini to'plab borib, oliy ma'lumotli mutaxassislik yoki malaka oshirish kurslarida o'tash, bu jarayonlar yig'ilgandan keyin 3 ta yo'nalish bo'yicha ular bellashadilar. Bu bayramona tarzda bo'ladi. O'tgan yili mana 13 nafar ishtirok etgan bo'lsa, bu yil mana 24 nafarga yetdi, chunki mutaxassislarimiz soni yildan yilga, qiziquvchilar soni yildan yilga oshib boryapti. Bu jarayonda biz albatta ularning innovatsion qarashlari, turli kitobxonlarni kutubxonaga jalb qilish, zamonaviy interaktiv usulda booktuber, bookslamlarni tayyorlab, ularni turli hamkor tashkilotchilarga, keng jamoatchilikka, o'quvchilarga taqdim etish va so'zlashish madaniyati, muomala madaniyati, zukkoligi, bilimi, ijodkorona yondashuvi hammasi demak mujassam bo'lishi kerak bugun. O'ylaymizki, qatnashayotgan barcha qatnashuvchilar bugun bellashib, o'zlarini ko'zlagan maqsadlariga erishadi. Tanlov natijalariga ko'ra, birinchi o'rinni viloyat axborot kutubxona markazi ilmiy metodika xizmatida axborot kutubxona texnologiyalari bo'yicha yetakchi mutaxassis Shahzoda Ismoilova qo'lga kiritdi va respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Axborot kutubxona mutaxassisi ko'rik tanlovida faxrli birinchi o'rinni egalladim. Men buni kutmagandim, chunki raqiblarimiz ham shu darajada harakat qilishdiki, birinchi o'rinni olishga, g'oliblikni egallashga. Bir-birimizda malaka oshirdik, bilmagan narsalarimizni o'rgandik. Aytish mumkin, yilning eng yaxshi axborot kutubxona mutaxassisi tanlovi nafaqat musobaqa, balki o'z kasbini sevgan, bilim va ma'rifatni targ'ib etayotgan fidoyi insonlarning bayramiga aylandi.